Mana shu 20dan 27gacha bo'lgan mavzuni 1 minutda ishlash mumkin, qoidani bilsa. Bo'lmasa oyoq osmondan keladi, aytib ko'radi. Ha, har xil. Hop, qarang, eslab qolish uchun D bilan T'da agar so'z demoqchiman, oldinda qo'shimcha qilib qo'yay. Agar so'z D bilan T bilan tugagan bo'lsa, uni talaffuzdagi o'qilishi id bo'ladi. Hop. Qolgan harflarda nima bo'ladi desangiz, agar voiced degan nima deganingda? Jarangli undosh bilan tugasa so'z va jarangli undosh bilan tugagan, bundoq qilib yozib qo'yaman. Jarangli undosh bilan tugagan so'zga id qo'shilsa, voiced bo'lsa, d bo'ladi. Agar u unvoiced bo'lsa, t bo'ladi. Hop, qanaqa qilib desangiz, mana qoidani aytyapman. Ustozlar kimdadir shuni rasmi bo'lsa, haligi shinani kabaginaga qoida qilib saqlagan bo'lsa, berib yuboringlar. Yo'q bo'lsa mayli. Borlar berib yuborsin. Demak, qoida: agar so'z D harfi va T harflarga tugagan bo'lsa, unga id qo'shilsa, talaffuzda id bo'lib chiqadi. Jarangli undosh bilan tugab, unga o'tkazilmoq qo'shilsa, D bo'ladi. Jarangsiz bo'lsa, T bo'ladi. Bundan ortiq oson mavzu yo'q. Hop, ne harfini ko'ryapman. Ne jarangli. Jarangli bo'lgandan keyin nima bo'ladi? B bo'ladi. Like-dagi K nima u? Jarangsiz. Jarangsiz bo'lgandan keyin T bo'ladi. Demak, u A. Manage J check. J jarangli. D jarangli bo'lsa, demak B bo'ladi. Harf yozib ma'qulaydi. Hop, landed ga C bo'ladi, ed bo'ladi. P escaped. P jarangsiz. Jarangsiz bo'lganligi uchun T bo'ladi. T bo'lsa A bo'ladi. Missed. S jarangsiz. Jarangsiz bo'lgandan keyin ikkilanmasdan yana nima bo'ladi? A bo'ladi. Missed. Wait, T bo'lyapti. T bo'lsa D bo'ladi. ed bo'ladi demoqchi edim. Demak, waited ga C. Receive V jarangli. Jarangli bo'lsa B bo'ladi. Hop, ustozlar mana tekshirib olsangiz bo'ladi. Mabodo mana shu qoida qayta bor desangiz, roundup kitobingiz bo'lsa, shu roundup kitobda aytilganda yoki ilgari TKT bazamizda internetdan olganmidik. DTL jarangsiz desa ishlab olishingiz mumkin.